2026 yil uchun yangilangan Geely Atlas avtomobili bozorda tobora kuchayib borayotgan raqobatga o'zining qat'iy javobini taqdim etayotgan yangi avlod krossoveri sifatida e'tibor markaziga tushmoqda. Bu model avvalgi avlodlardagi ishonchlilik, chidamlilik va qulaylik kabi ustunlikni saqlab qolgan holda, zamonaviy dizayn, raqamlashtirilgan boshqaruv, yanada samaraliroq dvigatellar, xavfsizlik texnologiyalarining kengaytirilgan to'plami va innovatsion funksiyalar orqali yanada mukammal qiyofaga ega bo'ldi. Geely kompaniyasi so'nggi yillarda o'zining global miqyosda sezilarli o'sishini davom ettirmoqda. Atlas modeli esa ushbu muvaffaqiyatning eng yorqin misollaridan biri bo'lib, 2026 yildagi versiyasi kompaniyaning yangi muhandislik yondashuvi va texnik falsafasining amaliy natijalarini namoyish etadi. Yangi avlod Atlas asosan oilaviy foydalanish, qulay sayohat, shahar ichida harakatlanish va uzoq masofalarga chiqish uchun moslashtirilgan bo'lib, undagi har bir element haydovchi va yo'lovchilarga maksimal imkoniyat va qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Avtomobilning tashqi dizayni haqida gap ketganda, 2026 Geely Atlas avvalgi avlodlarga qaraganda ancha tajovuzkor, zamonaviy va texnologik ko'rinishga ega ekani ko'zga tashlanadi. Old qismi kenglashtirilgan radiator panjarasi, yengil LED faralari, chiroqlarni o'z ichiga olgan dinamik yo'nalishga ega uzluksiz chiziq va aerodinamik shakllar bilan boyitilgan. Old bamperning yangi arxitekturasi avtomobilga nafaqat joziba, balki funksionallik ham bagishlaydi, chunki oqimni kamaytirish uchun maxsus havo yo'nalish teshiklari qo'shilgan. Yon chiziqlari esa silliq, ammo kuchli bukilishlarga ega bo'lib, bu avtomobilga yanada sportona xarakter beradi. Orqa qismdagi o'tkir LED fon chiroqlari, spoiler va ikki tomonlama chiqindi trubalari esa Atlasni ko'rgan har bir kishiga uning zamonaviy dizayn falsafasini darhol his qildiradi. 2026 yilgi Atlas modeli aerodinamik koeffitsiyentning sezilarli pasaytirilgan versiyasi bilan 2026 Atlasning yo'lda o'zini tutishi yaxshilangan shassi, kuchaytirilgan osma tizimi, zarba yutuvchi amortizatorlar va elektron boshqaruv tizimlari orqali yanada barqaror va yumshoq bo'lgan. Har qanday yo'l sharoitida, asfalt, shagal, loyqa yoki qor, avtomobil o'zini ishonchli tutadi. Haydash rejimlari sifatida Eto, normal, sport va sinov rejimlari taklif etiladi. Bu esa turli haydash sharoitlariga moslashishni osonlashtiradi. Xavfsizlik borasida 2026 yilgi Geely Atlas zamonaviy standartlarga to'liq mos keladi. Avtomobil 6 yoki 8 ta xavfsizlik yostigi, mustahkamlangan karkas, yon zarbalarga qarshi himoya tizimi, bolalar o'rindigini mahkamlash uchun isofiq tizimi, avariya vaqtida avtomatik signal berish, shinalar bosimini o'lchash tizimi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, to'qnashuvni oldini oluvchi radarlar, avtomatik tormozlash tizimi, haydovchi diqqatini nazorat qilish sensori kabi ko'plab funksiyalar xavfsizlik darajasini yuqori bosqichga ko'taradi. Energiya samaradorligi ham sezilarli darajada yaxshilangan. 1,5 litrli variantning o'rtacha yoqilg'i sarfi 6,8-7,2 litr atrofida bo'lsa, 2,6 litrli turbo dvigatelning sarfi 7,9-8,4 litrni tashkil qiladi. Yo'lda shovqin darajasi pasaygan. Bu esa uzoq masofali sayohatlarda qulaylikni oshiradi. Shuningdek, ekologik standartlar bo'yicha avtomobil Euro 6 normativlariga mos ishlab chiqilgan. Avtomobilning yukxona hajmi 585 litr bo'lib, orqa o'rindiqlar etilganda hajm 1340 litrgacha kengayadi. Bu esa oila a'zolari bilan sayohat qilish, uzoq safarlarga chiqish yoki katta yuklarni tashish uchun juda qulay. Elektron boshqaruvli bagaj eshigi oyoq harakati orqali ochilishi bilan yanada foydali funksiyaga ega bo'ladi. 2026 Geely Atlasning xizmat muddati uzoq, ehtiyot qismlarining arzonligi va texnik xizmat ko'rsatishning soddaligi uning yurtimizda ham, qo'shni mamlakatlarda ham mashhurlikka sabab bo'ladi. Shuningdek, avtomobilning narxi raqobatchilarga qaraganda sezilarli past bo'lib, ko'plab imkoniyatlarni arzon qilish.